Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli navisimizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Mana ko'rishlaring mumkin, ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Xudo xohlasa yoqqan bo'lsa bittadan like tayyorlaysizlar degan umiddamiz. Bu navisimiz eniga 9 metr, uzuniga 26 metr razmerga o'rnadi. Mana juda chiroyli, ideal holatda o'rnadi, ko'rishlaring mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bu navisimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Navisimiz polniy lazerli, shumkali variantda bo'ldi. Navisimiz 1 kvadrat metr 300 ming so'mdan 450 ming so'mgacha shumkali varianti. 450 ming so'mdan o'sha 600 ming, 700 ming so'mgacha o'sha leksalli variantlari ham bor. Kimga shunday navislar xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa bu navisimiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Navisimiz stoykalari, mana stoykalariga kelsak, 8 ga 4 profilda bo'ldi, 1.7 stenada. Profillari, listlariga kelsak, lazer listlari 1.7 stenada bo'ldi. Ana o'sha polniy hamma joyiga 1.7 stenali listdan ishlatilgan. Navisimizni firmalariga kelsa, firmalari 4 ga 4 profildan ishladi. 1.5 stenada profillarimiz. Navisimiz 1 kvadrat metrini 420 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday navis, darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Voha tomonlarga kelishilgan holda chiroyli qilib ustanovka qilib berilaveradi. Doim aloqada bo'lamiz. Xudo xohlasa bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.